Bugungi globallashgan iqtisodiyotda sulfat kislota dunyoda talab yuqori bo'lgan va eng ko'p ishlab chiqariladigan sanoat kimyoviy moddalardan biri sifatida e'tirof etiladi. Uning jahon bozoridagi o'rni shunchalik muhimki, ko'plab davlatlar iqtisodiy o'sish sur'atlarini hatto sulfat kislota ishlab chiqarish hajmi orqali baholaydi. Sababi oddiy, ushbu kislota zamonaviy tog'kon sanoati, metallurgiya, kimyo industriyasi va yuqori texnologiyali ishlab chiqarish zanjirlarining deyarli har bir bosqichida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Xususan, uran qazib olish va qayta ishlashda, metallarni ajratish va boyitishda, ayniqsa gidrometallurgiya jarayonlarida asosiy reagent sifatida qo'llanadi. So'nggi yillarda green mining va ekologik toza qayta ishlash texnologiyalari keskin rivojlanayotgani sulfat kislota iste'molini yanada oshirmoqda. Ana shunday vaqtda mamlakatimizda sulfat kislota ishlab chiqarishning mahalliy bazasini yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, O'zbekiston texnologik metallar kombinati va uning TMK Chemicals mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan amalga oshirilayotgan yangi loyiha mamlakatning tog'kon va kimyo tarmoqlarida mustahkam, uzluksiz va zamonaviy ishlab chiqarish zanjirini shakllantirishga xizmat qiladi. Loyiha Navoiy viloyatining Karmana tumanida amalga oshirilmoqda. Loyiha doirasida 6 gektar hududga zamonaviy, yuqori texnologiyalar bilan jihozlangan sulfat kislota ishlab chiqarish korxonasi barpo etilib, to'liq quvvat bilan ishga tushiriladi. Mamlakatimizda kimyo sanoatiga, xususan yuqori talabga ega bo'lgan mineral reagentlar ishlab chiqarish sohasiga qaratilgan alohida e'tibor tufayli mamlakatimizda ana shunday loyihalar uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. TMK Chemicals va City Construction hamkorligida bugungi kunda korxonaning qurish ishlari jadal olib borilmoqda. Albatta, sulfat kislotasi ishlab chiqaradigan korxonalar O'zbekistonda, O'rta Osiyoda juda ko'p, lekin biz qurayotgan bu loyihaning boshqa korxonalardan farqi, biz kimyo sanoatiga yangi madaniyat, ya'ni kimyo madaniyatini, kimyo sanoatida ishlab chiqarish madaniyatini ekologik toza mahsulot ishlab chiqarish va dunyo talabiga to'liq javob bera oladigan ishlab chiqarish proseslarini tatbiq qilyapmiz. Mazkur yirik tashabbus O'zbekiston prezidenti rahbarligida olib borilayotgan sanoatni chuqur diversifikatsiya qilish, yuqori texnologiyalarni joriy etish siyosatining amaliy natijalaridan biridir. Loyihaning umumiy qiymati 4,5 million AQSh dollari bo'lib, loyiha doirasida dunyoning yetakchi qurilish va injiniring kompaniyalaridan biri Xitoyning CICIC Construction korxonasi bilan EPC, ya'ni loyiha uskunalar yetkazib berish va qurilish bo'yicha kompleks shartnoma imzolangan. 这应该在2000年初进入这个乌兹别克的 Ushbu sulfat kislota zavodida dunyoda birinchi marta karbonat angidridning past konsentratsiyasidan foydalangan holda sintez qilish texnologiyasi qo'llanilmoqda. Bu aytish mumkinki, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan eng yirik loyihalarimizdan biridir. Ekranda uning tasvirini ko'rishingiz mumkin. Loyihadan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda sulfat kislota ishlab chiqaruvchi zavodlar mavjud bo'lishiga qaramay, aynan ushbu obyekt bugungi kunning eng zamonaviy uskunalari va ilg'or texnologiyalari bilan jihozlanadi. Mazkur loyiha nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo va jahon bozorida sulfat kislotaga bo'lgan tobora ortib borayotgan talabni qondirishga munosib hissa qo'shadi. Loyihani amalga oshirish jarayonida texnologik jarayonlar doimiy ravishda boshqarilib, sifat nazorati tizimli ravishda olib borilmoqda. Ayni paytda obyekt hududida muhandislar va ishchi xodimlar faoliyat yuritmoqda. Qurilish ishlari bir necha yo'nalishda parallel tarzda tashkil etilgan. Bir guruh to'siq va infratuzilma elementlari barpo etish bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, boshqa guruh ta'mirlash sexi hamda ma'muriy maishiy majmuani qurish ishlarini olib bormoqda. Ushbu jarayonlarning barchasi mahalliy pudratchilar va mahalliy ishchi kuchi jalb etgan holda amalga oshirilmoqda. Zamonaviy korxonada texnik oltin gugurt ketma-ket oksidlanish bosqichlarida qayta ishlanib, yakunda yuqori tozalikdagi sulfat kislota olinadi. Ushbu jarayonning to'liq avtomatlashtirilgani, issiqlik va gaz oqimlaridan maksimal darajada foydalanilgani nafaqat mahsulot sifatini barqaror qiladi, balki ishlab chiqarishning ekologik xavfsizligini hamda energiya tejamkorligini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga zavod yiliga 152 million kilovat-soat elektr energiyasini ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu imkoniyat tannarxni keskin pasaytirib, qo'shimcha iqtisodiy samaradorlik yaratadi.
Korxonada 220 ta yangi ish o'rni yaratiladi va hudud aholisi uchun real iqtisodiy imkoniyatlar yaratiladi. Bu nafaqat yuzlab oilalarning daromadini barqarorlashtiradi, balki mintaqada yangi kasbiy ko'nikmalar shakllanishi, mahalliy mutaxassislar sonining ortishi va sanoat madaniyatining rivojlanishiga xizmat qiladi. Karmana tuman Yangi mahallasida sulfat kislota zavodi ochilayotganda biz juda xursandmiz. Biz bu zavod ochilayotganidan tumanimizda infratuzilmasidan rivojlanishiga va ishsiz oilalarimiz ish bilan ta'minlanishiga juda katta foydasi bor. Shunday zavodlarni qurilishini qo'llab-quvvatlayotgan prezidentimizga kattakon rahmat. Prezidentimizning sa'y-harakatlarini juda bir ajoyib yangi zavod, sulfat ishlab chiqarish zavodi loyihasini ko'rdim, juda chiroyli ekan. Yoshlarimizga kelajakda intilib ishlashga bir chiroyli zavod, xalqimizda juda ko'tarinki ruhga ishlashga ichida zavod ochilishiga juda xursandmiz. Yangi zavodlar qurilsa, xalqimiz minnatdor bo'lib, yoshlarimiz ish bilan ta'minlanib, kam ta'minlangan oilalar umuman qolmaydi degan umiddaman. Shu bilan birga TMK Chemicals tomonidan 2,5 kilometr temir yo'l qurilmoqda. Ushbu yangi liniya tayyor mahsulotlarni butun respublika bo'ylab, shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlariga barqaror va tezkor yetkazib berishni ta'minlaydi. Bu infratuzilma TMKning logistika zanjirini mustahkamlab, eksport hajmini oshirishga xizmat qiladi. Yangi sulfat kislota ishlab chiqarish korxonasi ishga tushirilishi bilan mahsulot qiymati yil sayin sezilarli oshib boradi. Xususan 2026-yilda 7,5 million dollarga, 2027-yilda 27 million dollarga, 2028-yildan esa 30 million dollardan ortiq darajada mahsulot qiymati oshishi kutilmoqda. Korxona faoliyati davlat budjetiga ham barqaror soliq tushumlarini yaratadi. 2026-yilda 4,9 milliard so'm, 2027-yilda 8,6 milliard so'mdan yuqori miqdorda soliq tushumlari kutilmoqda. Ya'ni quvvati 500 ming tonnaga teng bo'lgan ushbu sulfat kislotasi korxonasi nafaqat mahsulot qiymati va daromadlarining izchil o'sishini ta'minlaydi, balki butun tarmoqning rivojlanish dinamikasini yangi bosqichga olib chiqadi. Loyiha joriy yilda amalga oshiriladi va O'zbekistonning kimyo sanoati zanjirida mahalliy xom ashyoni chuqur qayta ishlash, import o'rnini bosish, eksport imkoniyatlarini kengaytirish va yuqori qo'shimcha qiymat yaratish orqali mamlakatning global raqobatbardoshligini yanada mustahkamlaydi.